Hozirgi kunda shu tadbirkorlik bo'yicha bankdan kelganmiz, Xalq bankidan. Shu bankka mahallaga biriktirilganmiz. Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun hozir hukumatimiz tomonidan ko'pgina yangiliklar, imtiyozlar bo'lyapti. Rais bobo boshchiligida shularni sizlarga yetkazishga keldik. Tadbirkorlikni endi necha yildan beri qilib yuribsizlar, hammalaringiz ham. Endi kichik tadbirkorlikdan katta tadbirkorlikka o'tish vaqti kelyapti-da. Prezidentimizning shu oldiga qo'ygan maqsadi kichkina tadbirkorlik bo'lmasa, endi kattarog'i o'tsin. Shuning uchun imtiyozlar beringlar bularga. Imkoniyat beringlar deb aytayapti. Hozir sizlarga shular to'g'risida ozgina ma'lumot beramiz. Tadbirkorlikka hozir o'tish uchun bizda o'rta tadbirkorlik o'tishlaringiz uchun imkoniyat berganmiz. Oldin 33 million kiritib olgan bo'lsangiz, hozir 50 million naqd pulda olishingiz mumkin. Bundan tashqari boshqa kredit turlarimiz ham bor. Ularni ham qo'llashingiz mumkin. Prezidentimizning 312-soni qarori bilan 100 milliongacha garovsiz kredit olishingiz mumkin. Agar undan ham kattaroq loyiha qilaman desangiz, qolgan 300 milliongacha olib turib, 200 millionga garov qo'yib olishingiz mumkin. Endi har birimiz ham uyda tomorqada boshlangan tadbirkorlikni kattaroq bozorga chiqarishga intilishimiz kerak.